Assalamu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan roman kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda partiya a'zolarining barliq o'y-fikr, ish-harakatlarining birdek nazorat ostida ekanligi, hatto ularning nikoh turmushining oila qurish emas, balki bola ishlab chiqarish ekanligini o'qib o'tdik. Eng oxirida ularning o'zgartirilgan bolalar tarix kitobidagi tuandagi abzaslarni bosh personaj Winstonning xotirasiga ko'chirayotgan yerlariga kep to'xtagaydik. Endi davomini o'qiymiz. İnqilobdan burunqi koni jamiyatda London hozir biz ko'rgandek go'zal shahar emas edi. London qorong'u, mehnat va qayg'u alamga to'lgan shahar bo'lib, hech kimning qursiqi to'yg'idek yemiki yo'q edi. Minglagan kishilarning kiygudek o'tigi, hatto uylarining dalda bo'lgudek to'rsimi yo'q edi. Yeshisilarchilikmi yo'q bolalar shafqatsiz xo'jayinlar uchun har kuni 12 soatlab ishlaydi. Agar ishda chaqqan bo'lmasa qamchilanadi. Ularga faqat qetib ketgan parch-purat non va sovuq suv beriladi. Biroq mushundaq eg'ir nomratlik ichida oz sonda hashamatlik uylar bor bo'lib, uningda boylar turadi. Ularning 20-30 yaqin chakorlari bo'ladi. Bu boylar kapitalistlar deb ataladi. Ular keyni varaqdagi rasmdagidek simiz, ko'rimsiz, yuzlaridan qabihlik chiqib turadigan odamlar edi. Ko'rganinglardek, ular uzun qora palto, o'choqning mo'risidek egiz paqiriq qalpoq kiyib oladi. Qora palto murosim paltosi, qalpoq murosim qalpoqi debmi ataladi. Bular kapitalistlarga xos kiyimlar bo'lib, boshqalarning kiyishi ruxsat qilinmaydi. Dunyodagi jimi narsa kapitalistlarning bo'lib, boshqalar kapitalistlarning qullari hisoblanadi. Hamma yer, uy, zavod, pullarning hammasi shularning edi. Agar kimki ularga bo'ysunmasa, turmaga tashlaydi yoki xizmatini tortib oladi va ularni och qo'yib o'ltirib yetadi. Agar odatdagi odamlar ularga gap qilmoqchi bo'lsa, ularga egilib ta'zim qilib, qalpog'ini qo'liga ilib, janoblari deb gap qilishi kerak edi. Barliq kapitalistlarning boshlig'i podsho deb ataladi. Winston davomini ko'rmasin biladi. Endi uzun yanglik pishoplar, oq yaktaklik sodiyalar, kishanlar, jazo harvilari, 9 tillik qamcha, shahar boshlig'ining mo'l ziyofati, popning putiga suyish degandeklar tilga ilinadi. Yana tunji kecha huquqiy deydigan bir ishmi bor albatta. Bu bolalarning darsligiga kirgizilmagandi. Bu belgilangan qonun bo'lib, har bir kapitalistning o'z qo'l ostida ishlaydigan har qanday ayol bilan birga bo'lish huquqi bor edi. Siz bularning qanchalikning yolg'onligiga qanday hukm qila olasizsiz? Balkim kishilarning o'rtacha turmush ahvoli inqilobdan burunqidan yaxshidir. Faqat sizning so'ngaklaringizdagi unsiz intizor, chidag'usiz turmushingiz, shundaqla ilgirki kunlar cho'qim hozirgidek emasdi deydigan tabiiy sezimingizlar buningga qarshi birdan-bir paket edi. U tuyuqsiz hozirgi zamon turmushining eng mohiyatli adlayligining uning rahimsizligi yoki ansizligi emas, balki kishilardagi yo'lsizlik, paskinchilik va jonsizlik ekanligidan cho'chidi. Atrofingizga qarab baqsangiz, hayotning hargiz ekrandagi har kuni to'kilib turgan yolg'onlar va partiyaning o'z qo'liga keltirimiz deyotgan g'oyalari bilan ozroqmi yaqin kelmaydiganligini ko'ralaysiz. Ularning turmushining ko'p qismi, hatto partiya a'zolarining turmushimi ilmon sudek o'tadi. Siyosiy bilan aloqasi yo'q edi. Kunlari faqat eg'ir emgak, kechliga yotadigan yer tepish, yirtiq paypoqlarni yamash, shakar javhiri tableti talashish, tamokisining ko'tigini yig'ish bilan o'tadi. Partiyaning nishoni nihoyat qo'rqinchli, ajoyib ulug'vor edi. Ular zo'r beton binolar, mashinalar, qo'rqinchli qurollar bilan to'lgan askar va asabiy talabalar inoq ittifoq vaziyat yaratgan, hamma o'xshash o'ylaydigan, o'xshash shuar to'g'laydigan,
мәңгі әмгәк qiladigan, ishlaydigan, kurash qiladigan, o'ldiradigan, jazolaydigan, mushu 300 million odamning hammasi bir-biriga o'xshaydigan bir dunyo yaratmoqchi edi. Reallik bəkli cinişlik edi. Kişiler paskına şəhərlərdə tüşük ayaqları bilan mingishib yürətdi. Sisiq kapusta və əvrəz puraydigan 19 əsrning öylərində turatdi. U Londonni təsəvvür qildi. Nəhayət keng, intayin veyrana, əxlət çiləkləri bilan tolğan bir mənzərə göz aldığa gəldi. Bu mənzərədə uzun yüzlük, şalang çaşlıq, Parsunus xanım to'silib qolgan turba jaynigi bilan həplişib turatdi. Ekran kecha-kunduz kishilarning yemək ishmigi, kiyim-kechigining ko'payganligi, uylarining yaxshilanganligi, ko'ngil ichish faoliyatlarining mollashganligini ko'rsatadigan statistikalarni quloq mingingizga qo'yib turatdi. Hozirgi tashviqotdagi londonliklarni 50 yil burungi londonliklarga silishtirganda ularning umri uzun, ish vaqti qisqa, salomatligi yaxshi, badani texmi qovul, kuchlik, texmi aqlliq, tarbiya ko'rgan bo'lib chiqishi kerak edi. Lekin bu statistika gaplarning hech qaysi yo rostligini yo yolg'onligini isbotlag'ili bo'lmaydi. Masalan, partiya mundaq deydi: İnqilobdan burun proletarlarda savodsizlarning soni 15% edi. Hozir 40% odam savodli bo'ldi. İnqilobdan burun bovoqlarning ay bo'lish nisbati har mingda 300 edi. Hozir har mingda 160 ga yetdi. Sonlar hamma sohada mushundaq mang'atdi. Bu ikki noma'lumlik yakka tanglimiga o'xshaydi. Balkim tarix ta'risliklardagi kishilar qilcha gumonsiz to'g'ri deb bilgan nurg'un narsalar amaliyotda butunlay xiyol tasavvur bo'lishi mumkin edi. Balkim bu yerda hargizmi tunchi kecha huquqi deydigan qonun yoki kapitalist deb ataladigan kishilar va yoki hiliqidek igiz, poqiroq qalpoq azaldan bo'lib boqmagan bo'lishimi tamoman mumkin edi. Hamma narsa xiralashib ketdi. O'tmish uchirildi. Uning kichkina iznalari unutildi. Yolg'on haqiqatga aylandi. U ashu vaqadan keyin hayotida faqat birla qitim tarixning burumlanganligidan iborat bu qilmishning yuz berganligini isbotlaydigan konkret, xatosiz bir paketni qo'lga tushirgan edi. Bu paket Winstonning qo'lida faqat 30 sekundda turalgan edi. U Kesrin bilan 1973-yillari atrofida ayrilib ketgan. Ammo bu ish bo'lsa uningdan 7 yoki 8 yil burungi ish edi. U 60-yillarning o'ttirlarida partiyaning asliga rahbarlari uzil-kesil mangulikka tozlanayotgan bir mezgil edi. 1970-yilga kelganda ulardan G'ojakidan boshqa hech kim qolmadi. Boshqalarning hammasi xoinlar va aksi inqilobchilar deb tortib chiqarildi. Goldstein qochib ketgan va iz daraksiz g'oyib bo'lgan edi. Boshqa bir nechisi bo'lsa yo'qolib ketgan. Ko'pinchisi alayda bir ommaviy sudda jinoyatlarini to'liq topshirgandan keyin o'lim jazosi berilgan edi. Eng oxirida ularning ichidagi Jones, Aronson, Rutherford qatorliq uchaylan tirik qolgan edi. Ular qo'lga ilingan vaqt 1965-yili bo'lsa kerak, har vaqtdagidek ular biror yildan ortiq yo'qolib ketdi. Hech kim ularning o'lik tirikini bilmaydi. Ondan ular to'yuqsizlar paydo bo'lib jinoyatlarini iqror qilishdi. Ular dushman davlatlarni axborot bilan ta'minlagan. U chaqda dushman davlat Yevro Osiyo edi. Umumning pulini yeb olgan, nurg'ul ishonchlik partiya a'zolarini o'ldirgan. Inqilob boshlanishdan ilgirila G'ojakiga qarshi harakatlar bilan shug'ullangan. Buzg'unchilik harakatlari bilan necha ming odamning beshiga chiqqan edi. Ular bu jinoyatlarni topshirgandan keyin kechirim qilindi va partiya ichidagi o'rni asliga keltirilib, xizmat berildi. Amaliyotda bo'lsa bu xizmatlar anglamoqqa muhim, ammo bekor xizmatlar edi. Ular Times gazetiga uzun to'ynomalarni yezishib, o'zlarining qandoq aynaganligini analiz qildi va ularni tuzitishga nurg'un va'da, irodalarni bildirishdi. Ular qo'yitilgandan keyin Winston ularni bir necha qitim
Kaştan daraxi qəhvəxanasını görgən idi. Özünün ko'zining quyrug'ida ularga qaragan chig'idagi vahima aralash hayajonini əsildi. Ular Winstonga qaraganda bəkla qerib ketgan bo'lib, ular partiyaning eng dastlabki qahramonlik davridan qilib qolgan eng oxirgi buyuk odamlar edi. Yer osti kurash va ichki urushning qahramonlik iznolari ularning vujudida yanada bilinar-bilinmas zohir bo'lib turadi. Gerçi Tesla paketlar şu çağlardala xirəlləşdirilib bulunğan bolsumu, Winstonda yanıla ularning ismini Xo'jakining ismidan necha yil burunla biladigandak bir tuyg'u bor edi. Shundaqdimi Winston yanıla ularning jinoyatchi, dushman, yaqinlashqili bo'lmaydigan odamlar ekanligini, ularning mushu 1-2 yil ichida muqarrar ko'zdan yo'qitildiganligini biladi. İdiya saqchilarining qo'liga tushib baqqanlardan oxirgi hisobda tirik qutulganlar yo'q edi. Ular faqat qabrisini kutib yurgan tirik murdilar edi. Ularga yaqin ustallarning hech kim o'ldirmagan, hammasi bo'sh turadi. Hatto ularning atrofida ko'rinib yurishmu oqilonlik emas edi. Ular jimjit o'ltirishadi. Oldida mushu qahvaxonaning o'zgichiligi bo'lgan qalampur puroqliq orcha harqi bor edi. Ularning ishida Rutherfordning qiyofati Winstonda hammadan bek ta'sir qoldirgan edi. Rutherford ilgari mashhur karikatura rassomi bo'lib, uning rasmlari inqilobdan ilgari va inqilob jarayonida kuchli jamoat fikri qo'zg'ashda pilta bo'lgan edi. Uzun vaqtdan keyin hozirmi uning karton rasmlari Times gazetiga besildi. Bu rasmlar faqat uning ilgariki uslubining odatdagicha taqlidi bo'lib, nemishqiki nihoyat jonsiz, qoyil qilarliq emas edi. Yanala shu koni tema, yana koni kapa, och yalang'och bolalar, ko'cha urushlari, uzun qalpoqliq kapitalistlarni ularning shuncha to'saqlar ichida, shuncha umid yo'q turibmi, yanala kona davrga qaytishga to'xtamasdan tirishayotganligini sezatdi. U jo'g'i tulum yo'g'on, bastilik, chochlari mayliq, kulrang, tortiq yuzlari xaltilashib ketgan, kolpuki negerlarnikidek qilin odam edi. Bir chaqlarda bu gavda chuqum intayin kuchlik, zo'r bo'lg'iydi. Mana hozir ojizlashgan, hamma tarafga sangilab bo'shishibla ketgan, qarmoqqa g'ulab tushayotgan taqqili o'xshab qolgan edi. U chaq soat 15 atrofida edi. Bundaq vaqtda bu yerda odam bek ko'p bo'lmaydi. Winston o'zining qandoq bo'lib, bundaq bir vaqtda qahvaxonaga kelib qolganligini eslay O'rindiqlar degudek bo'sh edi. Ekrandan yengil muzika chiqyotdi. Bu uchaydan bir bulonda un chiqmasdan midir-sidir qilishmay o'tirishadi. Buyurtmisimu mulozim ularga bir istakan orcha harqa olib keldi. Ularning yonidagi ustalda uruqi tizib qo'yilgan bir shaxmat taxtasi turadi. Balkim yarim minutlar o'tganda ekranda chiqayotgan muzika o'zgardi. Uning udari tasvirlash qiyin. U bir xil g'alita chiqiroq, masxirlik ohang edi. Winston buni ko'nglida ogohlantirish ohangi deb atadi. Undan keyin ekrandan naqsha ovozi anglanishga boshladi. Bük baraxsan kaştan astida, men seni satdim ve sattın sen meni. Ular tünde yattık biz bunda, bük baraxsan kaştan astida. Bu üçeylen mit qilmedi. Winston Rutherfordning tunug'isiz o'zgarib ketgan yuziga qaradi. Uning chanoqlarida yosh lig'irlab qolgan edi. U chaqda Winston to'satdan jig'ida titrdi. Nimaga bundaq titrganini bilmaydi. U tunji qatim Rutherford bilan Aronsonning burnining ezilib ketganligini bayqadi. Uzun o'tmay u üçeylen qo'lga ilindi. Ular qo'yitilgandan boshlabla yangi bir suiqasdni planlagandek qiladi. Ularning ikkinchi sotida ular ilgari kona jinoyatlarni qaytadan topshirish bilan birga yana yangi bir qator jinoyatlarni topshirdi. Ular o'limga hukm qilindi va partiya tarixiga ibrat uchun yezildi. Bu ishdan 5 yil keyin, ya'ni 1973-yili Winston havo trubasidan kelgan bir yo'ga materialni ejayotganda ularning ichida bir parcha qog'ozni ko'rib qoldi.
Ammo darhol ko'rmasga soldi. U ichibla uning muhimligini bilgan edi. U 10 yil burunqi Times gazetining cho'qqa tarafidan yirtib olingan bo'lg'achqa, Cheslami aniq besilgan edi. Uningda Nyu-Yorkdagi partiya sho'bisining bir qancha vakillarining rasmi bor edi. Ularning o'rtasida Jones, Rutherford, Aronsonlar bor edi. Xato bo'lishi mumkin emas edi. Chunki ularning ismi rasmning tagiga cho'ng harfli qilib besilgan edi. Bu yerdagi muhim nuqta shuki, ikkala sotda bu uchaylan ashu vaqtning o'zida o'zlarining Yevro Osiyada ekanligini, Kanadadagi bir maxfiy aerodromdan Sibiriyadagi bir joyga berib, shu yerda Yevro Osiyoning yuqori darajalik harbiy amaldorlari bilan ko'rishgan va ularga muhim harbiy maxfiyatlikni oshkorlaganligini iqror qilganligi bayon qilingan edi. Chesla Winstonning aniq esida. U yazning o'ttiri edi. Hayron qolarliq bu hikoya yana boshqa nurg'un hujjatlarda bu xotirlangan edi. Demak, xulosa shuki, ularning iqrori yolg'on edi. Albatta, bu bir alayda bayqash emas. Shu vaqtning o'zidami Winston tozalashda yo'qotilganlarning amaliyotda ayiblangan jinoyatlarini sodir qilib boqmaganligini tasavvur qilibmi boqmagan edi. Biroq bu bir parcha rasm birər geologiyalik nazariyani og'dirib yetadigan toshqa aylangan so'ngak parchasidek ko'z bilan ko'rgili, qo'l bilan tutqili bo'ladigan amaliy paket edi. Agar uni e'lon qilib dunyoga uqtirg'ili bo'ladigan bo'lsa, uning bilan partiyani yer bilan yakson qilib atgili. Shundaqla bu rasmning qanchalik muhimligini oshkorlag'ili bo'ladi. U xizmatini davom qildi. U rasmni ko'ribla uning muhimligini bilgan va uni yana bir parcha qog'oz bilan yo'gab qo'ygan edi. Ilmu ta'liga yarasha u hujjatlarni ochganda bu rasm ekran tarafdan qaraganda dum tushgan edi. U bu qog'ozni tizib qo'ydi va o'rindiqni keyniga surdi. Undaqda ekrandan oz-to'la yiroqlashqili bo'ladi. Chiroyini qiynalmayla ifodasiz tutqili, hatto nafasni kontrol qilg'ili bo'ladi. Ammo yurakning so'qishini kontrol qilg'ili bo'lmaydi. Ekran hatto yurakning so'qishini sezalaydi. U naq maydon 10 minutgacha tuyuqsiz birər ish, masalan, tuyuqsiz birər shamolning uni ichib tashlashi, uni oshkorlab salarmı deb dakki-dukkida qiynaldi. Andin uni qayta ochmasdan boshqa tashlandu qog'ozlar bilan billa xotira to'shkiga tashlavatdi. Endi bir necha minutga qolmayla u kulga aylanib ketadi. Bu 10 yoki 11 yil burungi ish. Bugun bo'lgan bo'lsa, Winston u rasmni saqlab qilishi mumkin edi. Hayron qolarliqi, hozirning o'zidimi Winstonga nisbatan ashu paketni qo'lda tutib turishning o'zila, garchi u rasm faqatla bir o'tmishning aslimasi bo'lsa-mu, birər o'zgarish paydo qila oladigandak tuyulib ketdi. U shundoq o'ylab qoldi. Asli yo'qotilishi lozim bo'lgan bir paketning saqlanib qolganiga qaraganda partiyaning o'tmishni kontrol qilishi sal bo'shab qoldimi nima? Halbuki u rasmni qayta asliga keltirib olg'ili bo'lgan taqdirdimi, uni bir paket degili bo'lmaydi. U shu paketni bayqagan vaqtning o'zida Okeaniya Yevro Osiyo bilan urushda emas edi. Shunlashqa bu o'lgan uchaylan amdi cho'qim Okeaniyani Sharqiy Osiyo jasuslariga sotgan qilinadi. U rasmning ishidan keyin ularning iqrori 2 yoki 3 qitim Winstonmu aniq aslayolmaydi. Hatto uningdimi ko'p qayta yozilgan. Chesla va o'rinlar qayta o'zgartirilib, aslidagi paketning hech qanday qiymati qolmagan edi. Bundaq cho'ng aldamchilik, saxtpazliklarning zodi nimishqa ilib berildiganligini tushunmaslik dal Winstonning eng qiydaydigan ishi edi. O'tmishni burumlashning dammonliq foydasi bekla aniq edi. Ammo buning oxirgi muddaosi bekli sirliq edi. U qalamini qayta oldi va yozishga boshladi. Men qandoqligini tushunaman, ammo nima uchunligini tushunmayman. U har doimgidek o'zining sirang yo emasligini o'ylab qoldi. Balki hozir siranglar bekla oz bo'lishi mumkin. Bir chaqlarda yer sharining quyoshni aylanadiganligiga ishonish siranglik hisoblanadi. Bugun bo'lsa o'tmishni o'zgartgil bo'lmaydi deb qarash siranglik hisoblanadigan bo'ldi.
Hazır bəlkim yalğız Winstonla bununğa işinishi mumkin. Əgər özü yalğızla qalsa, undaqda sarang degan gap. Әмма өзінің сараң deb o'ylash uni bek bearam qilib ketmedi. Lekin uningga nisbatan qo'rqinishligi o'zining shu qarashiningmi xato chiqib qilish mumkinchiligi edi. Winston boyiqi bolalar tarix kitobini oldi va uning bosh muqovisidagi g'o'jakining suratiga qaradi. Uning sehrli ko'zlari uninkiga sanjildi. Bu xuddi g'oyat zo'r bir kuchdek sizni yelkangizdan besib turadi. U ba'zida xuddi sizning kallingizga kirib olib, ming'ingizni chayqayotgan. Sizni aqida qarashlaringizdan voz kechishga undayotgan. Sizni sezgurlaringizning aytib berganlariga ishonmaslikka chaqirayotgan bir kuchga aylanadi. Oxirida partiya sizni ikkini qo'shsa 5 bo'ldiganligiga ishontiradi va hamon bir kuni mushundaq ekanligini jakarlaydi. Chunki ularning logikasi mushun talab qiladi. İnsanlarning tajribalarida emas, tashqi dunyoning real mavjudligimi ularning falsafasi tarafidan inkor qilinadi. Aqliy savodlar safsata ichidagi safsata deb qaraladi. Odamga nisbatan eng qo'rqinchligi sizning ular talab qilganining ta'tirisicha tafakkur qilishingiz emas, balki ularning aytganlarining to'g'ri bo'lib qilish ehtimolligi edi. Chunki 2ga 2ni qo'shsa 4 bo'ladiganligini yoki yer sharining tortish kuchining mavjudligini va yoki o'tmishni o'zgartkili bo'lmaydiganligini biz zodi qandoq bilalaymiz? Agar o'tmish va tashqi dunyo faqat ongdala mavjud bo'lsa, ya'ni kelib ongni kontrol qilg'ili bo'lsa, undaqda qandoq bo'lishi mumkin? Yo'q. To'satdan uningda asli yo'q bir jur'at paydo bo'lib qoldi. Nemishqikin? Hech qanday bir tashqi sababsizla O'Brayinning chiroyi uning ko'z oldiga kelib qoldi. U ilgarigidimi bakrak ishonch bilan O'Brayinning o'zi bilan bir ekanligiga ishondi. U xotirasini O'Brayin uchun yozayotgan edi. Bu xuddi bir tugamas xatdek hech kim o'qiy olmaydi. Bu xat faqat alohida bir odam uchun yozilayotgan va ushbu maqsadda kuch olgan edi. Partiya sizga o'z ko'zingiz, o'z quloqingizga ishonmaslikni taplaydi va ularning eng oddiy, shundaqla eng muhim buyrug'i edi. U o'ziga qarshi g'oyat zo'r kuchni va partiyaning ziyolilari bilan bo'lgan munozirada o'zining bekla oson yengilib qoldiganligini o'ylab, yuragi tosh ostida mijilib ketgandek bo'lib ketdi. U javob berish tugul, hatto ularning inchika, cho'nqur davlilarini tushunolmaydi. Ammo yanala uning to'g'ri. Ularning hammasini xato. Uning to'g'ri edi. Tulumu uchuq, tulumu oddiy bo'lgan haqiqat qo'g'dilishi kerak edi. Haqiqatchilik masligi to'g'ri edi. Buningga shak qilmaslik lozim edi. Tashqi dunyo mavjud. Uning qonuniyati haqiqiy edi. Tosh qattiq, suv ho'l, bo'shliqdagi narsa yerga tushidi, u xuddi O'Brayinga so'zlayotgandekla, shundaqla nihoyatda muhim bir aksiomik haqiqatni tirkayotgandek monolarni yozdi. Hurlik 2ga 2ni qo'shsa 4 deyishdir. Agar mushu to'g'ri tepilsa, boshqa hamma narsa mushunga agishidir. Tar ko'chaning to'ridagi bir yerdan qaynatilgan haqiqiy qahvaning zafar qahvasi emas, haqiqiy qahvaning hidi asta ko'chaga taraldi. Winston ixtiyorsiz to'xtadi. U shu 2 sekundning ichida yerim unutilib ketgan balaliq dunyosiga qaytib qolgandek bo'ldi. Andin bir eshik jaloqqida etildi-da, qahva hidimi ovozdakla uzilib qoldi. U piyodalar yo'lida bir necha kilometr yo'l yurdi. Mushuqidagi yarisi lo'qildab og'riyotdi. Yaqinki 3 hafta ichida bu uning ikkinchi qatim ommaviy faoliyat markaziga bormasligi. Bu bir yengiltaklik edi. Kesib aytish kerakki, cho'qim birov sizning kelmaganligingizning sonini astoydillik bilan ilib turadi. Prinsip jihatdan aytganda odatda partiya a'zosining bekor vaqti bo'lmaydi. Faqat uxlagandala yolg'iz qoladi. Partiya a'zolari xizmat, tomoq,
uyqudan sırt vaqtlarida ba'zi ommaviy ko'ngil ichish faoliyatlariga qatnashishi kerak edi, deb qaralatdi. Yolg'izlikni xalab qoldiganligini bildiradigan har qanday ish, hatto yolg'iz piyoda minishmu sal xatarli hisoblanadi. Bu yangi tilda o'z hayot deb maxsus ibora bilan ifodalangan bo'lib, bu so'z shaxsiyatchilik, o'z markazlik degan ma'nolarni bildiradi. Biroq bugun kech u ministerlikdan chiqqanda aprel shamining hidi uni jalb qilib oldi. Bugun osmon bu yilning boshqa chog'laridagidek suzuk va illiq edi. To'satdilla faoliyat markazidagi uzun shavqinliq kecha, zerikishlik, odamni hordirib yetadigan musobaqa leksiyalar, haroq bilan tutib turiladigan yo'ldoshlik munosabati qatorliqlar Winstonga ajoyib chidovsiz, mazasiz tuyuldi. U avtobus bekatidan shartta ayrilib, Londonning sirliq o'rdidek ko'chalariga kirib ketdi. Avval shimolga, ondin sharqqa, ondin janubga burildi va qaysi tarafga mengayotgani bilan kori yo'q holda o'zini qadamining mayliga qo'yibdi. Agar umid bor deyilsa, xotirasiga shundoq yozgan edi u. U proletarlarda. Winston yana u so'zni o'ylab qoldi. Bu so'z bir sirliq haqiqatning, shundoqla bir uchuq safsatining bayoni edi. U hozir ilgari San Pankras bekitining sharqiy shimoliga udul keladigan yerdagi bir qo'ng'ir rangli namoratlar mahallasida edi. U yaypon toshlar yetilgan ko'chada mengayotdi. Yo'lning ikki qasniqi eshiklari agri maymoq bo'lib ketgan, ikki qavatlik pakar uylar bilan to'lgan bo'lib, kishiga choshqon katigidek ta'sirat beradi. Ko'chaning u yer bu yeriga paskana sular yig'ilib, ko'lchak hosil bo'lib qolgan edi. Bu shundoqla ikki yonga so'zilib kirib ketgan kichik ko'chalarga sanjaq-sanjaq odam, lavlarini qiniq lavsurqda bo'yib olgan yosh qizlar, qizlarni qo'g'layotgan yigitlar, bu qizlarningmi 10 yildan keyin qandoq bo'lib qoldig'ini ko'rsatib qo'ydigandekla ig'anglab ketayotgan to'pdek semiz ayollar, aran daldugunib mengayotgan qiyrilar, ko'lchaklarda yalangoyoq o'ynayotgan bolalar tulib ketgan edi. Balalar analari achchiqlab to'g'lasa darhol qochib ketadi. Ko'chadagi 4dan 1 qism derazaning ayniga chiqiq. Qolganlari taqtayda etib qo'yilgan edi. Ko'pincha odam Winstonga diqqat qilmadi. Faqat bir qanchaylanla ehtiyot va qiziqish aralash qarab qo'ydi. Fartuq tortib olgan, qo'llarini qo'shtirib olgan yo'g'on ikki ayol eshik oldida paranglashib turadi. Winston ularning oldidan o'tayotganda ba'zi paranglari uning quloqiga kirib qoldi. Shundoq, men uningga deyman, nihoyat obdan bo'pti. Agar sen mening o'rnimda bo'lgan bo'lsang, senmi mendek qilgan bo'latding. Men deyman, odamni tanqidlamak oson, ammo mening masalam seninkiga o'xshamaydi. Hey, dedi yana biri. Masala dal mush yerda. Bu quloqni yeydigan ovozlar tuyuqsiz to'xtab qoldi. Winston o'tib ketayotganda ayol uningga dushmanlik bilan sap soldi. To'g'risini deganda buni dushmanlik nazari degili bo'lmaydi. Bu faqat odam tuyuqsiz ba'zi hayvonlarga yo'liqib qolganda paydo bo'lgan jiddiylashish va ehtiyot edi. Partiyaning ko'k rangli xizmat formasi bundaq ko'chalarda osonlikcha uchrab qolmaydi. Amaliyotdami bundaq yerlarda biror ishi bo'lmasa ko'rinib yurish toza oqilonalik emas edi. Çarlıg'uchlarga uchrab qolsangiz, savol so'roqqa ko'milib ketadingiz. Kelishkingizni ko'rib boqaymi, yo'ldosh? Bu yerda nima ish qilasiz? Soat qanchada ishdan tushgan edingiz? Odatda uyingizga mush yo'ldan qaytamsiz? Albatta, uyiga boshqa yo'lda qaytishni cheklaydigan aniq belgilimi yo'q. Ammo ideya soqchilari bundaq lag'aylab yurganingizni anglabla qolsa, diqqati qo'zg'alib qoladi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiylik. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.